Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kuyujin Soliha Group mana bugun shanba kuni yana Farg'onadamiz, haliga yetganmiz. Xalq bankini filialiga yana qaytib keldik. Bu yerda 3 ta kameramiz qolib ketgan edi. Hali aniq emas edi. Qaytga nima bo'lishi, точный joyi, taxminiy joyi bor edi, точный joyi yo'q edi. Mana hozir ustalarimiz o'z ishlarini davom ettirishyapti. 3 ta kamera, mana shu bitta, ikkita o'rtaga, ikkinchisi, uchinchisi bu chekkaga bo'ladi. Mana shu yerda kassa bo'ladi. Mana shu yerda 3 ta kamerasi, kerak pachka kamerasini qo'yamiz. Mana 8 megapiksel 24 83. Ketdik endi ichkariga. Ichkarida yana 8 megapikselli kameralar o'rnatilgan. Mana bu yerda hozir ustalarimiz tepaga ham o'rnatishyapti. Mana shu yerga bitta qolgan edi. Qolgan kameralarni o'rnatib qo'yilgan. Mana serverimiz o'sha yig'ilib, tayyor, xudo xolasa inshaalloh bugun ishga tushirib ketamiz. Mana hali salafanlari yechilgani yo'q. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Kuyujin Soliha Groupga murojaat qilaverasizlar. Har doim xizmatlaringizga tayyormiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.